Ba'zi xoinlarga dalil isbot yo'q, ammo yuzlarida qolmagan nuri. Manfaat uchun do'stin sotib ketadi, ularda nomus bor va na g'ururi. Assalomu alaykum do'stlar. Sojiddin akani mana shu chiqishlarni qilib boryapmiz. Yaqinda emas, kecha bir video chiqargandik. Ba'zi sabablarga ko'ra o'sha videoni o'chirishga qaror qildim, o'chirdim. Hamma narsa Sirojiddin aka uchun, yaxshilikka bo'lishi uchun videoni o'chirdim. Kuzatib boryapmanda ba'zi bir mana shu faollarni deysizmi, xullas ba'zi bir insonlarni kuzatib turib yuzida na nuri qolgan, na boshqa narsasi qolgan. Alloh borku, biron bir insonni yuzida nurini olib qo'ymasin ekan. Shunaqangi yuzida nurini olib qo'yibdi, ba'zi bir insonlarni shunaqangi sovuq bo'lib ketibdi yuzlari. Kimligini bir isbot dalil bilan isbotlab bo'lmasa ham, lekin bir qarashda sezsa bo'ladigan darajada bo'lib qolibdi ba'zi bir insonlar. Sirojiddin akani shunday yuziga qarasangiz mayli, xatolari bordir, 100% oppoq demayman. Xato qilmaydigan kim bor? Biz bandamiz-ku, biz xato qilamiz. Eng avvalo mana shu xatolardan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak va mana shu xatolardan nafaqat Sirojiddin media, balki boshqa insonlar ham xoli emas. Ba'zi bir ilmli insonlarni ham yuziga qarasangiz, yuzida nuri qolmagan, yuzida nurini olib qo'yibdi. Xudoyim mana shu bizni yuzimizdan nurimizni olib qo'ymasin. Hech kimsani yuzida nurini olib qo'ymasin ekan. Sirojiddin akani xatolari yo'q demaymiz. Xatolari balki bordir, balki kam xatodir boshqalarga nisbatan. Xullas buni Sirojiddin aka bilan Xudoni o'rtasiga qoldiramiz, lekin ba'zi bir insonlarni ko'rib turib aytdim, ha bo'ldi. Hozircha biron bir dalil isboti yo'qdir. Ularni biz biron narsada ayblay olmaymiz. Lekin yuzidan nurini olib qo'yibdi. Yuzidan nurini olib qo'yibdimi? Demak, hali yana boshqa o'zlarining ham jihatlarini ko'rsatib qo'yadi. Bu dunyoda ham o'zi balki sharmandasi chiqishi ham mumkin. Xullas, Sirojiddin akani mana shu oilasiga men murojaat qilib bog'lanishimga ham o'zi juda ham ko'p vaqtim ketdi. Harakat qilib, qiynalib, to'g'risi har bir insonning shunaqa xarakteri bormi? Xudo shunday yetkazdirib qo'yadimi? Oilasini men ko'ndirdim. Ular rozi emas edi mana shu ehson ochishga. Lekin bu meni fikrim emas. Men ham o'zi bir o'yladim. Hozir bu ba'zi bir insonlarga qulay kelib qoladiki, mana shu Sirojiddin akaga mana bular yana pul uchun qilyapti deydigan gap ochilib qolishi mumkin edi. Lekin Sirojiddin akaning muxlislari, obunachilar o'zlari iltimos qilishdiki, shuni kartasini olib chiqib qo'yinglar, biz kutyapmiz deydigan insonlar bo'ldi. To'g'ri, bu insonlar 100 ta, 200 ta bo'lmasligi mumkin, lekin o'nlab, 20 lab mana shu izohlarda men ko'rdim, qayta o'zimga ham yozishdi. Mana shuni meni YouTube'dagi videolarim turibdi, kirib izohlariga kirib ko'rishlaringiz mumkin. Chatda nima deb yozganlarini ko'rishlaringiz mumkin. Buni Sirojiddin akani muxlislari iltimos qilishdi. Ehson qilmoqchi bo'lgan insonlar mana Sirojiddin akani minnatsiz, bu minnat bilan qiladigan bo'lsangiz qilib o'tirmang. O'sha so'ragan insonlar uchun kartalari, akasini, oilasini kartalari bemalol ehson qilib, o'sha ko'nglingizda chiqarganingizni misol o'tkazib qo'yavering. Qolganlarga taalluqli emas bu. Biz ehson qiling deb hammaga murojaat qilmaymiz, hech kimga aytmaymiz. Bu so'raganlar uchun. Avvalo eslatib o'tyapmiz. So'raganlar uchun bu kartalar. So'raganlar bemalol o'zlari so'radingizlar, biz chiqarib berdik. Bemalol yordam qilishlaringiz mumkin. Qolganlardan iltimos qilmaymiz. Qolganlar xolis kuzatib turaversin, yordam berishi ham shart emas. Yana bitta narsa, mana shu tergov harakatlariga oid masalalarga aralashmoqchi emasman. Sirojiddin akaga xalaqit qilib qo'ymaylik ishlariga. Xudo xolasa faqat duo qilib turamiz va mana shu xolis fikrlarni bildirib turaveramiz. O'sha so'raganlar uchun karta bemalol ehson qilishlaringiz mumkin. O'sha Rossiyadan ehson qilmoqchi bo'lganlari, o'sha o'zlari so'raganlar bor edi. Mana Sberbank kartasini ham qo'yib qo'ydik, akasining kartasi. Bemalol murojaat debman, uzr, adashib ham ketdim. Mana shu bemalol o'tkazishlaringiz mumkin. Hammalaringizga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. PR uchun qilyapsanmi deydiganlar bo'lsa, endi bu sizning fikringiz.
qani bugun erta Sirojin aka o'zi chiqib qolsa, o'zi efirni ko'rsatib qolsa, o'zlari efir qilib barcha ma'lumotlarni aytib qolsa, biz shu bilan Sirojin akani mavzusini yopib qo'ysak. Shunaqa gaplar. Sirojin akani mana shu yonida turgan do'stlari bor. Video chiqishi qilmasa ham, lekin harakat qilayotgan chin do'stlari bor. Harakat qilib yotibdi. Ular ham yaqinda videolarni chiqarib qolsa kerak. Boshqa yana bitta jihati meni o'ylantiryapti. O'zim ham o'ylanib qoldim. Nima uchun ko'pchilik yoritmayapti mana shu Sirojin aka tarafda turib? Jim bo'lib qolishdi. O'zi shunday bo'lib qolar ekanda, balki Xudo sinov berdimikan Sirojin akaga. Kimni bo'lsa borib yonida turib, kimni bo'lsa yonida turib, o'sha blogerlarning yonida turgan insonni bugun juda ko'pchilik yoritmayapti. Jim, sukut saqlayapti ko'pchilik. Ha mayli. Sirojin akaga, oilasiga sabr tilaymiz, mushkullari oson bo'lsin. Duo qilib qo'yingizlar. Duolaringiz albatta ijobat bo'lmasdan qolmaydi. Xudo xolasa duo qilishdan to'xtamang, charchamang. Hammaga rahmat.